yoki nima qos. Tinchlaning. Vohmaqama. Vohmaqama. Nima qos bu hali kichkina qo'zi-yu. Vohmaqama, ertaga Qur'on hayit bilasanmi? Ha. 15 zakaz olib qo'yganman. Umrimda qo'y so'ymaganman. Qassobchilik qilmaganman, bilasanmi? Shunga mashq qilyapman. Ertaga uyalib qolmay, borgan joyimda. O'shanga bugun mashq qilyapman. Qo'y so'yishi, to'xtang. Hali qo'y so'yishni bilmasangiz, qanaqa 15 ta klient olasiz? Ertaga qassoblarni bilasanmi? Pulni qanaqa topishini qassoblarni. O'shanga bugun o'rganib olsam, ertaga 15 ta zakazim bor. Qani, davay o'g'lim, davay. Qani boshladik. Siz charchamagan. Nimaga? Bitta qo'yib yuboring. Shunda srochni so'yish kerak yoki ertalab azonga so'yib yuborish kerak. Uka, umuman qassobda vohmalanma. Yoki aytgan pulingizni beraman. Uka, bizani payt keldi. Ma'lum ko'rasan, ro'yxat ko'rasan, hozir men ochayim. Daftarni qarayim ekan. Vohmalanma. Daftar qanaqa ro'yxat? Nima deyapsiz? Ertalab so'yilishi kerak va qarindoshlarni aytib qo'yganman. Hayitni 3-kuniga peshindan keyin ilojini qilamiz. Tushundingmi? Yoki aytgan narxingizni beraman deyapman. Qara, pul qizuv emas. Og'zingni pulni olib qo'yaman. Shunaqa biladigan qassoblarga jo'natib qo'yamiz.